Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Xudo xolisa biz keyingi obyektlarimizga kelib olganmiz. Bu obyektlarimizga 3060 kreyani kaflardan palaseli variantda, bu tomonlarga esa gun qilib chiroyli holatda qilib berganmiz. Hop, bu obyektimiz Namangan viloyati, Namangan shahar kichik prom zona deydi, Shamshoy bozorining oldida bo'lgan. Xudo xolisa sahna qismlarimizdan polnishti. Mana shunaqangi palichkali variantda 45 ko'ringan holatda terilgan. Xudo xolisa ishlarimiz yakunlanib qoldi. Endi bu tomonga ahamiyat berishni xohlaymiz. Bu tomonda alohida lato qismlari, bu tomonda pol qismlari, bu tomonda esa yozgi ko'hna. Oshxona sifatida foydalansa bemalol bo'laveradigan. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli holatda bitgan. Hurmatli hamyurtlar, kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Bu tomonda ham o'zixona qismlariga ikkita alohida kechqurun yonadigan fosforli gullarimizdan chiroyli holatda qilib berganmiz. Bu tomonda ofshi holimiz sahnaning ko'rinishi. Aslavdan qilingan ishda bu yerda yer qismlari qilingan. Sokul qismlari yozgi ko'hna. Bu tomonda alohida latolarimiz. Ishimizga bitta baho berasizlar. Xudo xolasa mashg'ulotdan qilib uyini kafel yoki sokul qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa ishlaringlarni chiroyli holatda qilib bitkazib beramiz. Ungacha videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab obuna bo'lasizlar. Hammaga rahmat.